Aydiki A. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. A. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. A'ning ayrim shakli. Misol at. A'ning ayrim shakli. Misol ara. A'ning ayg'idan olingan shakli. Misol alma. A'ning ayg'idan olingan shakli. Misol ün alg'u. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. At. A harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Ara. A harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Alma. A harfining ayg'idan olinib keldigan shaklning yozilish tartibi. Ün alg'u. A harfining ayg'idan olinib keldigan shaklning yozilish tartibi. Ay bo'ldi kichik kiymam. O'rg'oq ayga o'ltirdim. Ay bo'ldi kichik kiymam. Ko'rdim sonsiz yulduzni, ko'k ara kezib bardam.